desam, bu yerda o'tirish ham tabarruk, yaxshi. Mana shu niyat bilan eng eski klublardan bittasida ochilgan eski klublardan bu yangi zal, yangilandi bu zal. Iloyim Alloh chiqib mana shu yo'lni to'g'ri, halol, mana shu vatanimizga xizmat qiladigan, mana shu vatanimizni bayrog'ini ko'taradigan bolalar yetkazadigan qilib shu zalni dunyoga nima qilsin, tanitsin iloyim. Iloyim birgalikda mana shunday xursandchiligimiz har doim birgalikda mana shu yerda chempionlarni kutib olish nasib etaversin. Hamma nimaga yaxshi niyat tilayman. Hamma do'stlarimga mana shu shunga hissa qo'shgan har bir insonga Alloh ikki dunyo ajrimini bersin. Bu dunyoda yaxshilik qoladi-da. Biz bolalar shu sizlardan, bizdan yaxshi sportchilar, shu nima tarbiyali bolalar qolsa, biz baxtlimiz. Allohim chiqib hammani omadini bersin, Allohim chiqib o'z nazaridan qoldirmasin. Eng yomoni chiqib to'g'ri yo'l ko'rsatsin, halol bersin, bergan rizqini halol bersin Allohim. Har doim vatanimizni bayrog'ini ko'tarishda o'zi madad qilsin.